Emotsional invalid insonlar. Eshitganmisiz? Emotsional jihatdan yetilmagan nogiron insonlar. Bular qanaqa insonlar? Yaqinda o'zim ham o'rgandim va shu narsani sizlar bilan bo'lishmoqchiman bugun. Xo'p, kimdir bilan tasavvur qiling, o'rtangizda muammo chiqyapti. Ayniqsa er va xotin o'rtasida deylik. Va siz u bilan bu muammoni hal qilib, o'tirib, ochiqchasiga gaplashmoqchi bo'lsangiz, u inson sizga yechim berishi o'rniga sizga aytadigan gapi: "Mani borim shu. Chidasang ana, chidamasang katta ko'cha. Ha, men shunaqa yomonman. Nima qilay? Men o'zimni o'zgartira olmayman. Borimcha qabul qilasan yoki o'zing bilasan." Mana shunaqa javoblarni olasiz. Ya'ni u insonlar siz bilan yechim topish o'rniga o'zini shunchaki bloklaydi va kerak bo'lsa hamma narsani sizga ag'darib, o'zizni aybdor qilib, sizni manipulyatsiya qilishgacha boradi. Afsuski, jamiyatimizda bunaqa insonlarni ko'pincha biz injiqda, qaysarda deb aytamiz, lekin aslida fanda bular emotsional invalid, ya'ni rivojlanmay qolgan, uni fikrlashi emotsional jihatdan 5-6 yoshli bolani holatida qolgan insonlar deb atalar ekan. Agar har bir holatni o'zini termini bilan agar tushunib yetadigan bo'lsak, hayotimizda ancha bunaqa insonlar bilan yashashda osonlashadi. Chunki bu insonlarni har qachon shunaqa gaplarni eshitganimizda, ularga vaziyatni yanada tushuntirib, jonimizni kuydirish o'rniga, ha, bu inson shunchaki emotsional jihatdan yetilmay qolgan, emotsional jihatdan irodasi inson deymizda, o'zimiz vaziyatni qo'lga olib, o'zimizga to'g'ri qaror berishni boshlaymiz.